Bugun men 12 yoshdan oshgan pensionerlar uchun pasport va ID karta masalasida juda muhim bo'lgan yangi tartiblar haqida gapiraman. Bu mavzu oddiy hujjat almashtirishdek ko'rinsa ham aslida pensiya olish. Bank kartasidan foydalanish, shifoxonaga ro'yxatdan o'tish, notariusga borish, meros ishlari, uy-joy hujjatlari, hatto chet elga chiqish masalalariga bevosita ta'sir qiladi. Agar pasportingiz muddati tugagan bo'lsa, ma'lumotlaringiz eskirgan bo'lsa yoki eski hujjat bilan yurgan bo'lsangiz, ayrim xizmatlarda kutilmagan muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun bu ma'lumot har bir pensionerga, ayniqsa 12 yoshdan oshgan fuqarolarga, ularning farzandlari va yaqinlariga ham tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntirib beraman. Oxirigacha eshiting. Chunki ko'pchilik aynan mayda ko'ringan bitta xato sabab bankda, migratsiya bo'limida yoki ijtimoiy himoya idorasida ortiqcha yugurib qoladi. Avvalgi tartibda ko'pchilik pensionerlar yillar davomida bitta pasport bilan yashab kelgan. Kimdadir eski ko'k pasport bo'lgan, kimdadir biometrik pasport bo'lgan, kimdir esa ID kartaga o'tgan. Amaliyotda odamlar shunday o'ylardi. Men pensionerman, uyimdan kam chiqaman, pasportim bor, demak hammasi joyida. Lekin hozir davlat xizmatlari, bank, tibbiy ro'yxat, pensiya ma'lumotlari va soliq bazalari elektron shaklida bir-biriga bog'lanib boryapti. Demak, hujjatdagi bitta harf, tug'ilgan sana, yashash manzili yoki amal qilish muddati ham muhim bo'lib qoldi. Asosiy o'zgarish shundaki, shaxsni tasdiqlovchi hujjat endi faqat qo'lda ko'rsatiladigan qog'oz emas, balki elektron bazadagi ma'lumot bilan birga ishlaydigan hujjatga aylandi. Agar sizning pasportingizdagi ma'lumot eski bo'lsa, bazadagi ma'lumot bilan mos kelmasa yoki hujjat muddati tugagan bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi xodim sizni tanisa ham tizim hujjatni qabul qilmasligi mumkin. Masalan, bank xodimi sizni mahalladan taniydi, lekin kompyuterda hujjat muddati tugagan deb chiqsa, sizga yangi karta ochishda yoki omonat bo'yicha ayrim amallarni bajarishda yordam bera olmaydi. Yana bir muhim jihat, ko'plab pensionerlar 2 yoshdan o'tdim, endi pasportimni almashtirish shart emas deb o'ylaydi. Men bu fikrni juda ehtiyotkorlik bilan tushuntiraman. Ayrim hollarda keksalar uchun hujjat muddati, davlat boji yoki ayrim yengilliklar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bu umuman hech narsa qilish kerak emas degani emas. Agar hujjat shikastlangan bo'lsa, yo'qolgan bo'lsa, asl familiyada o'zgarish bo'lsa, yashash joyi bo'yicha ro'yxatda muammo bo'lsa yoki ma'lumotlar elektron tizimda noto'g'ri ko'rinsa, pensioner bo'lishingiz sizni tekshiruvdan ozod qilmaydi. Birinchi navbatda men har bir pensionerga o'z hujjatini qo'lga olib, uchta narsani tekshirishni maslahat beraman. Hujjat turi, amal qilish muddati va undagi ma'lumotlarning to'g'riligi. Hujjat turi deganda eski pasportmi, biometrik pasportmi yoki ID kartami? Shuni nazarda tutyapman. Amal qilish muddati deganda hujjatning gacha amal qiladi deb yozilgan sanasi nazarda tutiladi. Ma'lumotlarning to'g'riligi deganda ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, fuqarolik, yashash joyi bo'yicha ro'yxat kabi ma'lumotlar kiradi. Masalan, 64 yoshli fuqaro bankka borib, pensiya kartasini qayta rasmiylashtirmoqchi bo'ldi. Uning qo'lida pasport bor, lekin amal qilish muddati 1 yil oldin tugagan. U odam, men baribir pensiya olayapman-ku, nega endi karta bermaysizlar deb e'tiroz qiladi. Bank xodimi esa tizim bo'yicha muddati tugagan hujjat bilan yangi bank mahsulotini rasmiylashtira olmaydi. Natijada pensioner avval hujjatini yangilashga, keyin yana bankka qaytishga majbur bo'ladi. Agar u buni oldindan bilganda bitta ishni 2 marta qilmas edi. Yana bir misol. 67 yoshli ayolning pasportida familiyasi eski nikohdagi shaklda turibdi, lekin pensiya hujjatlarida boshqa ko'rinishda yozilgan. U notariusga uy-joy bo'yicha ishonchnoma rasmiylashtirishga borganda, notarius ma'lumotlar mos kelmagani uchun qo'shimcha hujjat so'raydi. Nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi yoki FADYO ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Demak, pasport faqat surat tushirilgan hujjat emas. U boshqa barcha huquqiy harakatlar uchun asosiy kalit hisoblanadi. 12 yoshdan oshgan erkaklar va ayollar uchun eng katta xavf shundaki, ko'pincha hujjat masalasi oxirgi daqiqaga qoldiriladi. Odam shifoxonaga yotishi kerak bo'ladi. Sanatoriyga yo'llanma chiqadi. Nabirasiga ishonchnoma berish kerak bo'ladi. Uy-joyni rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Yoki chet eldagi farzandiga borish zarur bo'ladi. Ana shunda pasportdagi muammo birdan ko'rinadi.
Hujjatni yangilash esa bir kunda bitmasligi mumkin. Arza topshirish, suratga tushish, davlat bojini to'lash, bazadagi ma'lumotlarni tekshirish, ba'zan eski xatolarni tuzatish vaqt oladi. Men alohida aytaman. Hamma pensioner ham vahimaga tushishi shart emas. Agar sizda amaldagi ID karta yoki muddati tugamagan pasport bo'lsa, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz ro'yxatda to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, siz hozircha faqat tekshirib qo'ysangiz kifoya. Lekin quyidagi toifadagi odamlar albatta ehtiyot bo'lish kerak. Birinchi toifa pasportining amal qilish muddati tugagan yoki yaqin oylar ichida tugaydigan pensionerlar. Masalan, hujjat muddati 2026 yil mart oyida tugasa, mart oyining oxirgi kunigacha kutib yurish to'g'ri emas. Men odatda kamda 1-2 oy oldin hujjatni tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki biror xato chiqsa, uni tuzatishga vaqt bo'ladi. Ikkinchi toifa eski namunadagi hujjat bilan yurganlar. Ayrim odamlar eski pasportni hali ham yuribdi deb ishlatadi. Ayrim xizmatlarda u qabul qilinishi mumkin, lekin elektron xizmatlarda, banklarda. Ayrim davlat idoralarida muammo chiqishi ehtimoli yuqori. Ayniqsa pasportdagi surat juda eski bo'lsa, yuz qiyofasi ancha o'zgargan bo'lsa, xodim shaxsni aniqlashda qo'shimcha savollar berishi mumkin. Uchinchi toifa hujjatini yo'qotgan, yirtgan, namlatgan yoki yozuvlar o'chib ketgan pensionerlar. Pasportning tashqi ko'rinishi ham muhim. Agar sahifalari yirtilgan bo'lsa, muhr ko'rinmasa, surat joyidan ko'chgan bo'lsa, bunday hujjat bilan jiddiy amallarni bajarish qiyinlashadi. Uyda sandiqda turibdi, biroz eski xolos degan gap notarius bank yoki davlat xizmatlari markazida o'tmasligi mumkin. To'rtinchi toifa ism familiyasi. Tug'ilgan sanasi yoki manzili bo'yicha farq bor odamlar. Masalan, bir joyda O'g'iloy, boshqa hujjatda O'g'iloy, uchinchi bazada Ugiloy deb yozilgan bo'lishi mumkin. Oddiy ko'rgan bunday farqlar meros pensiya, bank va mulk hujjatlarida katta muammo tug'diradi. Men tajribada ko'p ko'rganman. Odamning huquqi bor, lekin hujjatdagi yozuvlar mos kelmagani uchun ish cho'ziladi. Agar siz 62 yoshdan oshgan bo'lsangiz. Lekin ID kartangiz amalda bo'lsa, pasportingizdagi ma'lumotlar boshqa hujjatlar bilan mos bo'lsa, pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, shifoxonada ro'yxatdan o'tishda muammo bo'lmasa, sizga eng zarur ish hujjatni tekshirib qo'yishdir. Bu degani siz bugunoq yugurib almashtiring degani emas. Lekin men baribir hujjatni javonga tashlab qo'ymaslikni maslahat beraman. Masalan, 13 yoshli fuqaroning ID kartasi 2032 yilgacha amal qiladi. U doimiy yashash joyida ro'yxatda turadi. Pensiyasi kartaga tushadi. Tibbiy tizimda ma'lumotlari to'g'ri. Bunday odam faqat hujjatni asrab avaylashi, nusxalarni alohida saqlashi, farzandlariga hujjat muddati qachon tugashini aytib qo'yishi kerak. Agar biror safar notarial ish yoki mulk oldi sotisi rejalashtirilsa, ish boshlashdan oldin hujjatning holatini yana bir marta tekshirish lozim. Yana shuni tushunish kerak. Pensionerning yoshi katta bo'lgani uchun unga amaliy yordam kerak bo'lishi mumkin. Farzandlar, kelin-kuyovlar, nevralar otamning pasporti bor, onamning hujjati joyida deb taxmin qilmasin. Hujjatni bir marta ko'rib chiqish, muddati va yozuvlarini tekshirish. Kerak bo'lsa davlat xizmatlari markazi yoki ichki ishlar, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga olib borish katta muammolarning oldini oladi. Endi eng muhim qismga kelaman. Istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar. Birinchidan, turli hududlarda amaliy tartib bir xil qonun asosida bo'lsa ham, ish jarayonida so'raladigan qo'shimcha hujjatlar farq qilishi mumkin. Masalan, bir joyda ma'lumotlar bazadan darhol chiqadi, boshqa joyda eski yozuvni tasdiqlash uchun FHDYO ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Shu sababli men har doim borishdan oldin telefon orqali yoki yaqin davlat xizmatlari markazidan aniq ro'yxatni so'rab olishni tavsiya qilaman. Ikkinchidan, chet elga chiqish masalasini pasport yoki ID karta bilan aralashtirmaslik kerak. ID karta mamlakat ichida shaxsni tasdiqlash uchun ishlatiladi. Chet elga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish biometrik pasporti talab qilinishi mumkin. 62 yoshdan oshgan odam farzandinikiga Rossiya, Turkiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatga bormoqchi bo'lsa, menda ID karta bor deb aeroportga borib qolmasligi kerak. Oldindan aynan qaysi hujjat kerakligini tekshirtirish zarur. Uchinchidan, hujjat yo'qolsa ishni cho'zmaslik kerak. Ba'zi pensionerlar pasportini topa olmay qolsa, balki uyda chiqib qolar deb o'ylar davomida kutadi. Bu xavfli. Chunki yo'qolgan hujjat begona qo'lga tushsa,
undan noqonuniy foydalanish xavfi bo'ladi. Albatta, hozir tizimlar ancha kuchli. Lekin baribir hujjat yo'qolganini o'z vaqtida bildirgan odam o'zini himoya qiladi. Yo'qolgan hujjat bo'yicha tegishli idoraga murojaat qilib, yangi hujjat rasmiylashtirish kerak. 4-dan, ishonchnoma masalasida ehtiyot bo'lish kerak. Ko'p pensionerlar hujjat ishlari uchun farzandiga, qo'shnisiga yoki tanishiga pasportini berib yuboradi. Men buni tavsiya qilmayman. Pasport shaxsiy hujjat. Agar sizning nomingizdan kimdir ish yuritishi kerak bo'lsa, buni qonuniy tartibda notarial ishonchnoma orqali qilish kerak. Oddiy pasportimni olib borib kel degan holatda hujjat yo'qolishi, noto'g'ri ishlatilishi yoki boshqa muammo chiqishi mumkin. 5-dan, sog'lig'i sabab borolmaydigan pensionerlar bor. Masalan, odam yotib qolgan, harakatlanishi qiyin yoki nogironligi bor. Bunday holatda ham endi hujjat yangilanmaydi deb o'ylamaslik kerak. Tegishli idoralarda ayrim holatlar uchun joyiga chiqib xizmat ko'rsatish, vakil orqali murojaat qilish yoki alohida tartibda ariza topshirish imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Buning uchun mahalla ijtimoiy xodim, davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limi bilan bog'lanish kerak. 6-dan, davlat boji va to'lovlar masalasini oldindan bilib oling. Pensionerlar uchun ayrim yengilliklar bo'lishi mumkin, lekin hamma holatda ham to'liq ozod qilinadi deb o'ylash noto'g'ri. Hujjat yo'qolganmi, buzilganmi, muddat tugaganmi, ma'lumot o'zgarganmi, xorijga chiqish pasportimi yoki ID kartami, bularning har biri bo'yicha to'lov tartibi boshqa bo'lishi mumkin. To'lovni tasodifiy odamga naqd berish emas. Rasmiy kvitansiya yoki elektron to'lov orqali amalga oshirish kerak. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqich-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pasport yoki ID kartangizni olib, amal qilish muddatini tekshiring. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, farzandingizdan yoki ishonchli yaqin odamingizdan o'qib berishini so'rang. Sana tugagan bo'lsa yoki yaqin 3-6 oy ichida tugasa, hujjatni yangilash masalasini kechiktirmang. Ikkinchi qadam, hujjatdagi ism, familiya, otasining ismi va tug'ilgan sanani pensiya daftarchasi, bank kartasi shartnomasi, mulk hujjatlari, nikko yoki tug'ilganlik guvohnomasi bilan solishtiring. Hammasi bir xil yozilganmi? Harflarda farq yo'qmi? Tug'ilgan joy va sana mosmi? Shuni tekshiring. Agar farq bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Bugun kichik xato bo'lib ko'ringan narsa ertaga meros yoki uy-joy masalasida katta to'siqqa aylanadi. 3-qadam, qayerga murojaat qilishni aniqlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni rasmiylashtirish bo'yicha ichki ishlar organlarining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari. Shuningdek, ayrim xizmatlar bo'yicha davlat xizmatlari markazlari orqali murojaat qilinadi. Siz yashayotgan hududda qaysi joy qabul qilayotganini oldindan bilib oling. Borishdan oldin ish vaqti, navbat tartibi, kerakli hujjatlar va to'lov miqdorini so'rang. 4-qadam, hujjatlar papkasini tayyorlang. Odatda eski pasport yoki ID karta, ariza, to'lov kvitansiyasi, kerak bo'lsa tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, yashash manziliga oid ma'lumot, pensionerlik guvohnomasi yoki pensiya bilan bog'liq hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida, shuning uchun men faqat shular yetadi demayman. Eng to'g'risi, siz o'z hududingizdagi vakolatli idoradan aniq ro'yxatni olasiz. 5-qadam, surat va biometrik ma'lumotlar masalasiga tayyor bo'ling. Zamonaviy hujjatlar uchun odatda surat, imzo, barmoq izlari kabi biometrik ma'lumotlar olinadi. Keksalar ba'zan bundan cho'chiydi. Men tushuntiram, bu jarayon shaxsni aniqlash, hujjatni soxtalashtirishning oldini olish va elektron tizimda ma'lumotlarni to'g'ri yuritish uchun kerak. Bunda odatda og'riqli yoki murakkab narsa yo'q, faqat xodim ko'rsatmasiga amal qilinadi. 6-qadam, arizada ma'lumotlarni shoshmasdan tekshiring. Xodim kompyuterga ma'lumot kiritadi, siz esa ko'pincha shunchaki imzo qo'yib yuborasiz. Men aynan shu joyda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Ismingiz, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, manzilingiz noto'g'ri kiritilmaganmi? Buni ko'rib chiqing. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, ovoz chiqarib o'qib berishlarini so'rang. Imzo qo'yishdan oldin xatoni tuzatish osonroq. Hujjat tayyor bo'lgandan keyin esa yana vaqt ketadi. 7-qadam, yangi hujjat tayyor bo'lgach, uni darhol tekshiring. Ko'pchilik hujjatni oladi, cho'ntagiga soladi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. O'sha joyning o'zida surat, ism, familiya, tug'ilgan sana, amal qilish muddati, hujjat raqami va boshqa ma'lumotlarni ko'ring. Agar xato bo'lsa, shu zahot ayting.
bir haftadan keyin kelib bu yerda xato ekan desangiz, jarayon cho'zilishi mumkin. 8-qadam eski hujjat, kvitansiya va ariza nusxalarini tartib bilan saqlang. Pensionerlar uchun hujjatlar alohida papkada bo'lgani yaxshi. Pasport, ID karta nusxasi, pensiya hujjatlari, bank rekvizitlari, tibbiy hujjatlar, mulk hujjatlari alohida joyda turishi kerak. Farzandlaringizga ham qaysi hujjat qayerda turganini aytib qo'ying. Favqulodda holatda bu juda asqatadi. 9-qadam. Bank va pensiya tizimi bilan bog'liq ma'lumotlarni yangilashni unutmang. Agar pasport raqami o'zgarsa, ayrim banklar sizdan yangi hujjat ma'lumotlarini taqdim etishni so'rashi mumkin. Pensiya to'lovlari odatda tizimlar orqali yuradi. Lekin ma'lumot almashinuvida uzilish bo'lmasligi uchun zarur joylarda yangilangan hujjatni ko'rsatib qo'yish foydali. Ayniqsa bank kartangiz muddati tugayotgan bo'lsa yoki yangi karta olayotgan bo'lsangiz, yangi ID karta bilan borishingiz ishni yengillashtiradi. 10-qadam shubhali vositachilardan uzoq turing. Men pasportni tez qilib beraman, navbatsiz hal qilaman, pensionerlar uchun maxsus odamim bor degan gaplarga ishonmang. Hujjat masalasi faqat rasmiy idora orqali hal qilinadi. Pulni faqat rasmiy to'lov sifatida to'lang. Kvitansiyani oling. Arizangizni ro'yxatdan o'tkazing. Keksalar ko'pincha ishonuvchan bo'ladi. Firibgarlar esa aynan shundan foydalanishga harakat qiladi. Endi bir nechta oddiy hayotiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat. 15 yoshli erkakning pasport muddati tugagan, lekin u 3 yildan beri faqat mahalliy do'konga chiqadi. Bankka kam boradi. Kunlarning birida uning bank kartasi bloklanadi yoki yangilanishi kerak bo'ladi. Bank yangi hujjat so'raydi. U esa hujjat yangilashga boradi, lekin eski pasportdagi manzil bilan hozirgi yashash joyi mos emasligi aniqlanadi. Natijada avval manzil masalasi, keyin pasport, undan keyin bank masalasi hal bo'ladi. Agar u muddatni oldindan ko'rganda, bu jarayon ancha yengil o'tardi. Ikkinchi vaziyat, 7000 yoshli ayol farzandinikiga chet elga borishni rejalashtiradi. U ID kartasini ko'rsatib, menda hujjat bor deydi. Lekin chet elga chiqish uchun alohida biometrik pasport kerak bo'ladi. Chipta olingan, sana yaqin, lekin pasport tayyor emas. Bu moliyaviy zarar keltirishi mumkin. Chipta qaytarilmaydi. Reja buziladi, odam asabiylashadi. Shuning uchun chet elga chiqish rejasi paydo bo'lishi bilan birinchi savol, menda qaysi hujjat bor va u yetarlimi bo'lishi kerak. Uchinchi vaziyat, 12 yoshdan oshgan fuqaro uyini nabirasiga hadya qilmoqchi. Notariusga boradi. Lekin pasportdagi familiya va kadastr hujjatidagi familiya bir harf bilan farq qiladi. Notarius bu farqni e'tiborsiz qoldira olmaydi. Chunki mulk huquqi jiddiy masala. Fuqaro qo'shimcha ma'lumotnoma olishga majbur bo'ladi. Bu yerda xulosa shuki, mulk, meros, hadya, vasiyat, ishonchnoma kabi ishlar oldidan pasport ma'lumotlari boshqa hujjatlar bilan mosligini oldindan tekshirish kerak. 4-vaziyat. Yolg'iz yashaydigan pensioner pasportini yo'qotadi, lekin hech kimga aytmaydi. Oradan vaqt o'tadi. U ijtimoiy yordam olish uchun murojaat qilganda hujjat talab qilinadi. Endi u bir vaqtning o'zida hujjat yo'qolganini rasmiylashtirishi, yangi hujjat olishi va yordam masalasini hal qilish kerak bo'ladi. Bu juda og'ir. Agar yo'qolgan kuni yoki ertasi kuni murojaat qilganida jarayon ancha tartibli bo'lardi. Men ekspert sifatida bitta narsani alohida ta'kidlayman. Hujjat qoidalari va to'lov miqdorlari vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun eng ishonchli manba bu rasmiy davlat idorasi. Davlat xizmatlari markazi, ichki ishlar, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi hamda rasmiy hukumat portallaridir. Internetdagi eshitgan gap qo'shning tajribasi yoki eski ma'lumot bilan ish tutish to'g'ri emas. Qo'shningizga bir yil oldin boshqa tartib qo'llangan bo'lishi mumkin. Sizga esa hozir yangilangan tartib tatbiq etilishi mumkin. Shuningdek, pensionerman, demak navbatda turmayman, yoshim katta, demak hujjat talab qilinmaydi. Oldin shunday qilib kelganmiz, endi ham bo'laveradi degan fikrlar xatoga olib keladi. Keksalarga hurmat bo'lishi kerak. Ayrim joylarda qulayliklar yaratiladi. Lekin hujjatning yuridik kuchi va ma'lumotlarning to'g'riligi baribir talab qilinadi. Tizim yoshga qarab emas, hujjatning amal qilish holati va ma'lumotlarning mosligiga qarab ishlaydi. Agar siz pensionerning farzandi yoki yaqin qarindoshi bo'lsangiz, men sizdan iltimos qilaman, ota-onangizning hujjatlarini bir marta tekshirib bering. Bu ularning mustaqilligini kamaytirish emas, aksincha ularni muammodan himoya qilishdir. Hujjat muddati, bank kartasi muddati,
pensiya tushayotgan karta, yashash manzili, tibbiy ro'yxat, mulk hujjatlari bir-biriga mosmi? Shularni ko'ring. Buning uchun bir kecha vaqt ketadi. Lekin ertaga bir necha haftalik yugurning oldini olishi mumkin. Agar ota-onangiz telefon ishlatishga qiynalsa, rasmiy idoraga qo'ng'iroq qilib kerakli hujjatlar ro'yxatini yozib bering. Agar ular navbatda turishga qiynalsa, birga boring. Agar ko'zlari yaxshi ko'rmasa, arizadagi ma'lumotlarni o'qib bering. Lekin ularning pasportini olib o'zingiz bilgancha ish yuritmang. Har bir harakat qonuniy, rasmiy va tushunarli bo'lishi kerak. Xulosa qilib aytaman. 62 yoshdan oshgan pensionerlar uchun pasport va ID karta masalasi juda jiddiy. Bu faqat hujjat almashtirish emas, bu pensiya, bank, tibbiyot, mulk, meros, ishonchnoma va safar masalalarining asosidir. Eng muhim ishlar: hujjat muddatini tekshirish, ma'lumotlarni solishtirish, eski yoki shikastlangan hujjatni vaqtida yangilash, chet elga chiqish uchun alohida pasport kerakligini unutmaslik, shubhali vositachilarga ishonmaslik va har doim rasmiy manbadan aniq ma'lumot olish. Agar siz yoki yaqinlaringiz 32 yoshdan oshgan bo'lsa, bugunoq pasport yoki ID kartani olib, muddatini va ma'lumotlarini tekshirib qo'ying. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlar hujjat almashtirishda qanday muammolarga duch kelishyapti? Navbat bormi? Qo'shimcha hujjat so'ralyaptimi? Tajribangiz qanday? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz bilan ulashing. Bitta vaqtida qilingan tekshiruv katta muammoning oldini olishi mumkin.